Assalomu alaykum. Sartarosh ekan bor. Assalomu alaykum. Xo'p, Hasanov Zakirjon aka, Akbarovich 66-yilda tug'ilganlar, Pop tumani. Pop tumani qayerda? Bodomzod. Hop. 82-yil Namangan bilim yurtini bitirgansiz. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Sartaroshlik yo'nalishi bo'yicha. Diplomlaringiz ham bor. Yo'q, shuni bering. Bizga shunaqa narsalar biz ham ko'raylikda. Ba'zi sartaroshxonada ishlarkanlar. Ko'ring. Hop, sartaroshlik bo'yicha demak, Pop tuman maishiy xizmat ko'rsatish uyida sartarosh bo'lib ishlaysiz. Hozir ham. Endi hozir don bitta yo'q ketgan. 2006-yilgacha ishlagansiz. Hozir nima ish bilan shug'ullanyapsiz? Qayerda? Uyg'urliksiz. Uyg'urda, do'kon Uyg'urda. Astanovkada o'tyapsizmi? O'sha Sankt-Peterburgda o'tyapsiz? Xususiyda. Endi sizga sohilda meni sochim qanaqa bo'lsa yarashadi. Sochim oldirmay yuribman-da. Siz professional kasb egasi sifatida siz fikringizni bilmoqchiman. Mana Sizga yoqadimi, yoqmaydi? Yo'q, siz aytavering mana menga qaysi anaqa yoqadi. Ha, Shu turishida galtalash kerak. shu turishda galtalash kerak. Ay, Zokirjon aka. Hop, kimdan eshitib keldingiz bu yerda? Bo'sh ish o'rni borligi, sartaroshlik bilan bog'liq masalada. Endi jamiyatdan pizaga chiqamiz, shunga sabrsizlik stajimiz. Ha, yo'q, qayerdan eshitib keldingiz? Kimdan eshitib keldingiz? Qayerdan eshitdingiz? Xodimlardan eshitdim. Masalan. Yo'q, biz bilmoqchimizda qaysi ma'noda bizni Birorta yaqiningizda ishlaydimi? yaqiningizda ishlaydimi? Kim bu yerda? Kimda? Qodirxon degan yigitlar ishlaydi, shulardan biri. Qodirxon yaqin qarindoshingizni? O'sha yerda Ha. sochini olib tursa kerak. Ha, uylar Yaqin. Necha yillik stajingizga ega siz sartaroshlik? 25. 25 yillik stajga egasiz. Hop, har xil odamlar keladi sizga ham, to'g'rimi? Bir asabiy odam keladi, bir yaxshi inson, bir spokойный, har xil anaqa vaziyatda bo'ladi. Sartaroshlar eng katta kasb kasalligi nima deb o'ylaysiz? Kasb kasalligi. Nima sartaroshlar kasb kasalligi? Shu ko'p bo'lsa kerak. O'pka bo'lishi mumkin. Bizni toifani bolalari bilan o'xshagan insonlar bilan muloqotga kirishganmisiz? Sochini olib, boshqasini qilib. Bizdagilar qanaqa insonlar yoki qanaqa shaxslar yashashini bilasiz, menimcha. Nogironlik shaxslar, aqliy zaiflik bilan bog'liq masala. Shularga o'xshagan yoki shu toifadagilar biror marta siz bilan soch olganmisiz? Qanaqa deb o'ylaysiz? Bular bilan qanaqa munosabat bo'lish kerak? Qanday? inson emas. O'sha odam odamni bularga ham bunaqasi bor xolos. Yarim stavka sizga kamlik qilmaydi? Ag'di ishingizni to'xtab qolmaydi? Endi yo'lini kelamiz-da. Kelib. Tez Zokirjon akam qayda ekanlar? Ustaxonalardan chaqirib kelib. İşte bugungi olgandan kelamizda. Nima reja qildingiz? Mabodo ishga kirsam, aysh ishxonada nima qilardim degan nima reja qildingiz? Endi salbus ham tashkil qilib kelyapmiz-ku. Yo'q, siz tirikchilingiz, kiritish. Nima rejalaringiz bor? Men bilasizmi, sartaroshxona nimani kutadi? Nimani xohlaydi? O'sha bizda yashovchi, biz vasiylikka olinganlar deymiz-da, bu yerdagilar. Shu vasiylikka olinganlari masalan qanchadir sondan nechtadiri o'zini soqol ola olmaydi-da. Men xohlardim shularni o'zi mustaqil o'zini soqolini ola olishga o'rgata olsangiz. Soch ola olmasin mayli. Lekin o'zini soqolini o'zi ola olishga o'rgata olsangiz. Qani edi? Buni qonun qoidalarini to'g'risini men ham bilmayman. Ochig'ini aytib, qaysi ma'noda? Teskari olib qo'yaman ba'zan. Uni qaysi tarafga olinadi, qanday tartibda olinadi, bunaqasiga olinadimi, bunaqasiga olinadimi yoki manaqasiga olinadimi, pastdan tepaga tortiladimi yoki bu yoqasiga tortiladimi? Buni qoidalarini siz bilasiz. Mutaxassis sifatida. Biz ham noto'g'ri xatti-harakat qilayotgan bo'lishimiz mumkin. Yillar davomida ochig'ini aytaman. Biz qo'yadigan mutaxassislarga yoki keladigan nomzodlarga shunday talab qo'yamiz, qaysi ma'noda?
Bularga birinchi o'rinda o'ziga o'zi xizmat qila olish kerak, ko'rsata olish kerak. Siz bir marta soqolni olib qo'ygan odamingizni bir 5 marta, 10 martadan keyin o'ziga soqol ola oladigan bo'lish kerak. Oynaga qarab, o'zi o'rganib soqolni oladi. Shunaqa narsalar o'rgatishga o'zingizda hali ham kuch bor, energiya bor, hali ham shu narsaga xohish bor deb ayta olasizmi? Odamni o'ziga bog'liq. Endi o'rganaman degan odam o'rganadi. Yo, siz o'rgata olasizmi deb savol. Ular mayli, ular o'rganmaydi, ochig'ini aytay, qiynalasiz ularga o'rgatishga. Chunki qiyinda, mana uni qil desangiz qarab turadi. 1 marta, 2 marta deb bo'lmaydi. 5 marta, 10 marta, kerak bo'lsa 20 marta, 30 marta bu narsalarni o'rgatishingizga to'g'ri keladi. Bu biz qatori insonlar emasdir balki. Lekin bular ham o'ziga o'zi xizmat ko'rsata olish imkoniyatini biz ularni shakllantirishimiz kerak. Shunga aytayapman. Hali ham shunaqangi ham bor, energiyam bor deb olasizmi? Ertaga bizga talab qo'ysak. Kimda savollar bor? Men savollarni berib bo'ldim. G'olib Barnoq Alisher aka. Baxtiyor aka, Olimjon aka, nima savollarimiz bor? Bu 60 ga kirib qoldi-ku. 66-yilga. Qaysi oy? Noyabr. Noyabrda keyin ketadimi o'sha yerdamiki? Pensiya chiqsa. Yaxshi ishlasa va qolishimiz mumkin. Yoshlarga bir kasb an'analarni o'rgatib, Shogird chiqarsangiz, Stajiz qancha bo'ldi dedingiz? 20. Shu Dombitida ishlaganmiz 25 yil ishlab qo'ydik. Necha xizmat. Diplomlari bor. Bizda yarim stavkani ham bilasizmi? Yarim. Har kuni ish. endi omad baqayam yaxshi bo'ladi. Bitgacha sartaroshxonada ham odam bo'lmaydi. Bitgacha bitta ishlab, bitdan keyin Ertalab ham keladi. endi kamda. Shanbazanda O'rganib qoladigan. Shanbada restoranlar bor. Salim bilan ham ishlardingiz, sartaroshlik. 10 yildan pastda. Azamat ekan. Azamat. o'zimizdan deb pulga xizmat ko'rsatamiz. Soch oldirib, mana pulni to'lab keladi. O'z xodimlar Ha. Men o'zim bilmadim. Bu kreativ bo'lish kerak endi. Bilmasan. Aynan bitta tartib belgilab. Mana qo'yib bo'ladi, shunaqa zo'r. O'sha ishlab turganlar olgizsa ham, to'g'rimi? Ancha qo'yganmiz, alohida mashinga, alohida qilib Omadiniga Ramazonga sartarosh olardi. Savollar bormi? Agar savollar bo'lmasa, Zokirjon aka, biz sizga xabar beramiz. Kadrimiz chiqadi sizga natijasi bo'yicha. Ko'rganimizdan, siz bilan gaplashganimizdan xursandmiz aka. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling.